Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Bugungi GeoGebra dasturida ishlash bo'yicha keyingi videomizni taqdim qilamiz. Videomiz geometriyaga oid bo'lgan ayrim teoremalarni ko'rinishi yo isboti, shunga o'xshagan elementlarni vizuallashtirishda, ya'ni GeoGebra dasturi yordamida vizual tarzda ko'rsatishga harakat qilamiz. Bu nima uchun zarur? Bolalarni teoremani vizual tarzda eslab qolish imkoniyatini oshiradi. Bu narsa tasavvurni uyg'otadi va vizual tarzda ko'rsa, bu teoremani eslab qolish imkoniyati ortadi. Buning uchun bizga nima kerak? Buning uchun bizda GeoGebra dasturining geometriya yoki grafik muhiti ham bo'laveradi. Geometriya muhitida ishlash kerak bo'ladi, oynasi. Maslahat beraman, albatta kataklarni ko'rsatish bilan ishlashda, bu nuqtalarni belgilashda, biror bir nimani qo'yishda, instrumentdan foydalanishda sizga yaxshi imkoniyat yaratadi. Hop, keling aytaylik, bir uchburchakning, ixtiyoriy uchburchakning ichki burchaklari yig'indisi 180 gradus ekanligini, ya'ni shu teoremadan kelib chiqib turib, ushbu teoremani vizual tarzda har doim 180 gradus bo'lishini biz dastur yordamida ko'rsatishga harakat qilamiz. Buning uchun biz ixtiyoriy uchburchak chizamiz. İstesangiz u bundayroq bo'lishi ham mumkin, u sizning ixtiyoringizda. Hop. Endi ichki burchaklari yig'indisi burchakning 180 gradusga tenglagan teorema. Demak, har bir burchagini o'lchab ko'rishga harakat qilamiz. Buni yana qaytarib aytyapman, bu tenglamani, bu teoremani isbotlash uchun emas, bu teoremani vizual tarzda ko'rsatib eslab qolish masalasi ko'rilyapti. Demak, burchak tashqi burchagini ko'rsatdi. Bunda ichki burchak bo'ladi, mana. Mana. Endi alfa, beta, gamma uchburchaklar. Biror bir holatni o'zida ko'raylik. Masalan, B burchak 90, ABC uchburchakda B burchak 90 gradus bo'lganda, mana bu burchaklarning yig'indisi 90 bo'lsa, demak 180 ga kelib chiqadi. 74,100 ga 15,195 ni qo'shsak, demak arifmetik hisob-kitoblardan keyin bu 90 gradusligi ko'rinadi. E'tibor bering. Qo'yilgan hozir transpartiv instrumenti, siz bu chizmani uchburchakning uchlarini o'zgartirishingiz bilan u dinamik ravishda o'zgarib boradi. Bu juda ham yaxshi imkoniyat. Biror bir boshqa gradusni qo'yishimiz mumkin. Masalan, hisoblab ko'rsak ham bo'ladi o'zi aslida. Hop, 87,122 ga 27,118 ni qo'shib ko'ramiz. Bu bizda 114,140 10 dan 4 ga teng bo'ladi. Demak, 144,4. Yo'q, 114,4. Endi 114,4 ni 65,6 ga qo'shsak ham 180 gradus bo'ladi. Shu o'rinda ko'rsatib ketish mumkin. Agar uchburchakning ichki burchaklaridan biri 90 gradusdan katta bo'lsa, bu uchburchak o'tmas bo'ladi. Agar burchaklar
uchala burchagi 90 gradusdan kichik bo'lsa, 0 bilan 90 gradus orasida bo'lsa, bu uchburchak o'tkir bo'ladi. Demak, o'tkir burchaklarni ichki burchaklar yig'indisi ham, tashqi o'tmas burchaklar yig'indisi ham, ichki burchaklar ham 180 gradus chiqadi. To'g'ri burchakli uchburchakda ham shu narsa o'rinli. Demak, mana bir o'tkir burchak yoki o'tmas burchakli uchburchakni ko'p ko'ramiz. Mana bu holatda o'tkir burchak bo'ldi. Xo'p, alfa va beta burchakni qo'shib ko'ramiz. Buni dasturda siz alfa, beta, gammani yig'indisini mana bu yerga olib chiqib qo'yib ko'rsatishingiz ham mumkin. Buni siljitgan taqdiringizda bu narsa mayda dinamik ravishda o'zgarib borishi mumkin bo'ladi. Demak, u har doim 180 ga saqlanib qoladi. Hop. Mana bu holatni ko'raylik. Bo'pti. 55,92 gradusda 37,28 gradusni qo'shamiz. Demak, 55 ga 37, hop, 80, 92 gradus bo'lsa, 0,92 ga 28 deb bo'lyapti. 0,2 gradusda. Demak, 92 gradusu 93,12 gradusga to'g'ri kelyapti. 93,12 gradus va 93,12 gradusda 86,8 gradusga qo'shgan taqdiringizda ham u har doim nima? Doim 180 gradusligiga saqlanib qoladi. Xo'p, o'tmas holatni ko'rsak, masalan, mana. Hop, 49,12 ni 25,48 ga qo'shyapmiz. Demak, 74 va 74,6 ekan. 74,6 gradusga 105,4 gradus qo'shsak ham 180 gradus bo'ladi. O'quvchilar bu narsani vizual tarzda ko'rib, o'zlari siljitib ko'rib, o'zlari tayyorlab ko'rib, shularni amalga oshirib ko'rib, masalan, siz har xil holat qilib berishingiz mumkin. Qaysidir guruhga mana shu holatni yig'indisini hisoblab deyishingiz mumkin. Qaysidir holatga masalan, mana bu holatni yig'indisini hisoblab berishingiz mumkin guruhlarga. Qaysidir guruhga mana bu ko'rinishda. Ular har doim 180 chiqayotganligini o'zlari ko'rishlari kerak va hisoblab ko'rishlari kerak. Va shunda teoremani, mani fikrimcha, eslab qolish, undan doim ichki burchaklarni 180 gradusda eslab qolish tasavvuri yo farazi yo bilimlari uzoq saqlanib qoladi va bu matematik masalalarni yechishda, ayniqsa geometrik masalalarni yechishda bu bilimlar keng qo'llash mumkin bo'ladi. Albatta, boshqa teoremalarni ham bu yerda ko'rish mumkin. Masalan, to'rt burchaklarni yig'indisi tarzida ko'rsatilsa, mana 5 burchaklarni yig'indisi yo muntazam uchburchaklarni yoki muntazam kub burchaklarni olishingiz mumkin. Boshqa teoremalarni olib ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Masalan, hop, grafik muhitida ishlasa ham bo'ladi o'zi aslida. Siz ko'rinishda algebra oynasini bekitib qo'yishingiz mumkin. Mana necha burchak chizmoqchisi? 5 burchak. Muntazam 5 burchak chizildi. Uni har bitta ichki burchaklari 108 gradusda tashkil qiladi. U har doim shunaqa bo'ladi degan tushunchani berib, buni grafikda ko'rsatish mumkin bo'ladi. Hozir tashqini ko'rsatyapti. Mana 108 gradus. Ixtiyoriy ravishda shunaqa. Muntazam 6 burchakni ko'rsatishingiz mumkin. Muntazam chizaylik. Muntazam 6 burchaklar 8 burchak. Muntazam 8 burchakni har bitta ichki burchagini
O'quvchilar buni o'zlari sinab ko'rishlari mumkin bo'ladi. -5 gradus boshqa bitta ixtiyoriy. O'quvchilarda endi sizda eski an'anaviy o'qitishda doska, bo'ri orqali o'qitishda yoki qandaydir whiteboard doskalar, oq doskalarda flomaster orqali yozib qilishingiz mumkin bo'ladi. Lekin baribir narsalar tushuntirishda xatolik mavjud bo'ladi. Qandaydir jihatdan baribir pogрешность mavjudligi uchun ideal tarzda chizish imkoniyati yo'q doskalarda bu narsalarni va transpatcher orqali o'lchanayotganda ham aynan 10dan 1, 100dan 1 ko'rinishdagi qiymatlarni u ko'rsatib berolmaydi. Lekin bu narsalar albatta vizual ko'rsatadi. Asosiysi tez, sifatli va aniq tarzda ko'rsatish mumkin bo'ladi. Boshqa shunga o'xshagan teoremalarda variablega integratsiya qilib tushuntirish imkoniyati bo'ladi va albatta teoremalarni vizuallashtirishda, formulalarni keltirib chiqarishda yoki formulalarni eslab qolishda vizual yordam beradigan bir element hisoblanadi. Boshqa darslarimizda ko'rishgunlaricha e'tiborlaringiz uchun rahmat.